Mübarek 2014-yilni sizlar uchun tayyorlangan katta mashrabimiz bilan qutluqlayapmiz. Albatta bizning bugungi vazifamiz oldi bilan o'zimiz amal qilish, anandan keyin sizlarga o'rgatish bo'ladi. Shunga bugungi mashrabda aytilayotgan har bir ig'iz so'zga, o'rilayotgan nomerlarga obdan san qo'yinglar bo'lamdi? Ha, yaxshi. Cho'nglarninki balangni maktabga ba, mashrabga ba degan gapini anglagan bo'g'aytinglar? Xo'sh, qani unda bo'lsa, hammanglarning diqqati bizning ekranimiz bo'lsin. Mashrab darsligimiz hozir rasmiy boshlandi, ha? Bulamda. Men keldim dada. Ha, bolam. Qani menga ko'rasizlar? Assalomu alaykum. Bolam. Bizning qoidamizda kichiklar cho'nglar bilan kurashganda chiqqilab ko'rishimiz. Ha, mana qilib adabsizlik bo'ldi. Qaytib ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oldu. Kulak bu nimtağalları, kulumuzu yukarılattığını kulumuzu silkisler, su şaşırak kes edepsizlik oldu cima. Kulağımı sıktı vasıla. Kulak mıngını bəsile. Ne nasıl? Xo'sh, balalarım. Ko'rdinglarmi? Assalomu alaykum deb ko'rasa, nima deydi ekanmiz? Alaykum assalom. Ha, yaxshi. Buningdan keyin boshqalar bizga assalomu alaykum desa, biz cho'qib va alaykum assalom deb javob qaytarishimiz kerak. Cho'nglar bilan qanday ko'rishni ko'rib olgansizlar? Ha, yaxshi. Endi biz qizlarning yana boshqacharoq bo'ladi. Qizlar cho'nglarni ko'rganda cho'qim oldi bilan assalomu alaykum deyishdan sirt yana oldiga yugurib berib, yuz yiqishib ko'rishadigan odatlarimiz bor bolalar. Bu bizning o'rib odatlarimizning ichidagi to'limi chiroyli bo'lgan, yiqishlik bo'lgan salomlashish odati. Xo'sh, biz yangi yillik Tuniston mashrabimiz orqali hammalarning yangi yishini, yangi yilini muboraklashdan sirt bolalarimizga adab axloq tarbiyasi, ma'arif tarbiyasi, an'ana tarbiyasi beryapmiz. Albatta, mashrabdagi tashabbusimiz ilg'or madaniyatni joy-joylarga tarqatishdan iborat. Biz o'g'itishga, bolalarimizga miros qoldirishga tegishli nurg'un an'ana, o'rib odatlarimiz bor. Biz bu jihatda avlodlarimizga qarzdamiz. Qani bolalarim, unda qo'sa davomli diqqatinglar bizning ekranimizda bo'lsin. Mashrabdan iborat bu maktabda sizlar o'rganadigan nurg'un ilmlar bor. Ay kızım, darlar bir piyak çay kızım. Naqlana. Koy bulan, neymiş bu? Ekelse çaynaklar. Çayını mı şuna koyamdı? Çay koyganda, çaynakның жоғысын piyalan lebekte kızıp durup, ısla koyumuz. Avaz çıkarıp soğuk koymayımız bulan. Çayını bekçe, olsun koymayımız. Koyup bular, petmiş elip, çıkıp bular sunumuz. Bilip aldın bala? Bilib oldim ana. Bunda kız bir koyup baksa kızım. Vay akıllı kızım, man birden de uyunup olamazma. Çıkıp bular tadları sınısı bulan. Dada, sen nasılsın? Rahmat qizim. Assalamu alaykum balam. Alaykum assalom. Viloyat ketdim, shuni orqasidan nesa bildim masjiddan. Biz oydin tomoq etgan. Bunday bo'ldi. Sizlikma, chiqolma, sizlar. Jinim bolam, imom tozib qo'yganlar bor. Jinim bolam, bizning o'tpatimizda qo'shnilar tomoq sungan qo'ydi bor. Voy, qo'shnim, xo'pimizlar. Hech qisi yo'q. Bola kichik emasmi? Men chiqay. Ma'qulamsan? Bolam, bunga qo'shnim tomoq ichganda rahmat deb olamiz, jinim bolam. Ma'qul ana. Allah balam, bu neler? Böyle çıkıp yasla. Dadlarga tutamaq qilib yoslari adabsiz ko'p qolmandi bola. Dada hopimize dikkat qilmay qolibdiman. Hech qisi yo'q bolam. Diqqat qilinglar. Aile bir maktab, cemiyet mi bir maktab, meşrep mi bir maktab? Ballarımız ailede, cemiyette, mektepte nurgulluğun işlağa duçar buludu, nurgun yeniliklarını ögündü.
Mana bu jarayonda tarbiyalash, oila, jamiyat, maktabning hammasining bir gavda bo'lib, bularga yordam qilishidan ayrilolmaydi. Barhaq Mirshab, söyümlük ata-onalar, bizning bolalarimiz bir varaq oq qog'ozga o'xshaydi. Bu qog'ozga qanday qurlarning yozilishi, oilada bo'lsa bizning mas'uliyatimiz, maktabda bo'lsa o'qituvchi bog'vanlarning mas'uliyati, jamiyatda bo'lsa har soha kishilarning mas'uliyati.